Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Italyan tilini o'rganishga oid darsliklarimizni davom ettiramiz. Bugun ba'zi yangi so'zlarni o'zlashtirishimiz mumkin bo'ladi va yana bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Italyan tilida noaniq artikellar mavjud bo'lib, masalan, un yoki una ko'rinishda keladi. Un demak artikeli bu murskoy rodlarda kelsa, una bu jenskiy rodlarda kelishi mumkin. Keling bo'lmasam ushbu yangi so'zlarni birgalikda o'zlashtiramiz. Birinchi so'zimiz un panino. Un panino al formaggio, un tramezzino, una pizzetta, un aranciato, acqua minerale, un bicchiere. Demak, buterbrod panino degani yoki un panino al formaggio buterbrod sirlik degani. Un tramezzino degani demak 3 qavatlik buterbrod degani. Una pizzetta bo'lsa, bu kichkina pizza. Demak, aranciato bu apelsin, acqua minerale demak mineralli suv, un bicchiere bu stakan degani. Demak, qualcosa so'zi nimadir? Qualcosa da mangiare, nimadir yeyish. Qualcosa da bere, nimadir ichish. Quante so'zi demak yoki iborali so'z necha pul turadi ma'nosida keladi. Per piacere, iltimos ma'nosida keladi.